o'sha bitta chashkasini nimaga damlab olganingizda, bokalga damlab ichayotganingizda birinchi o'rinda uni shirin ifori kelishni boshlaydi. Bu iforni hech qayerdan topolmaysiz. Judayam, ya'ni qo'shningiz ichayotganingizda nima ichyapsiz deb men o'zimda shunaqa bo'lgan chiqishadi. Podyezdda hidi tutib ketibdi, nima ichyapsizlar, ozonda eshigimizni ochib qo'yamiz-da, bo'lgandan keyin ichamiz. Keyin bu kofega ichishni boshlaganlaringda bir qultumi tomoqlaringdan o'tishi bilan sizlarga birinchi o'rinda mazza, kayfiyat bag'ishlaydi. Kayfiyat agar past holatda bo'lsa, o'z-o'zidan bir qultumi tomog'ingizdan o'tishi bilan ko'tarishni boshlaydi. Zo'rligi buni ichganingizda tomchisi qayeringizda ketayotganini his qilasiz. Boshingizga kislorod qaysi joylariga borayotganini his qilasiz birinchi o'rinda va 2 sekundda o'zida shunday kayfiyatingizni millionga chiqarib beradi. Tarkibida tangatali, jenshen va eng zo'ri ganodermolucidium bor. Ya'ni bu narsa kombinatsiya bo'lgan holatida sizga juda ham zo'r kayfiyat bag'ishlaydi va ayolni ayol, erkakni erkak qiladigan mahsulot hisoblanadi. Homiladorlar ichib yurganda hech qachon tug'ruq jarayonida stress bo'lmaydi.